Siz 10 milyon, 16 milyongacha bo'lgan joyda uyingizga filtr qo'yib turadingizmi? Mana $105 ga. Insonni suyagi 22% suvdan tashkil topgan. Ichib turgan suvimizga e'tiborli bo'lsak, sog'lom bo'lamiz. Suv filtrlarini sindirgani kelganmiz. Aka, bu mahsulotlar qayerdaki? Turkiyadan olib kiramiz. Eng sifatli nemetskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan suv filtrlarimiz bo'ladi. Bu 5 ta bosqichli, 8 litrli bakli bo'ladi. 12 litr 6 bosqichlilarimiz ham bor. Asosan sotayotgan odamlar ko'proq filtrlarga 1 yil garantiya beradi. Bizda endi ofitsialniy bo'lgani uchun 3 yil apparatga o'zi garantiya beramiz, 10 yil servis xizmati ham bo'ladi. Akani o'zi olib kiradi. Birinchisi Turkiya mahsuloti, ikkinchisi garantiyasi bor, uchinchisi servisi bor, to'rtinchisi Kapsulali filtrlardan ham ko'rsanglar bo'ladi. Filtrlari Xitoyniki emas. Eng afzal tarafi bular tabiiy ko'mirlar bilan ishlangan filtrlar bo'ladi. Xitoy endi asosan sintetika mahsulotlardan ishlab chiqaradi. Katta farqi shu, disternevada qilib qo'ymaydi filtrlaganda. aka narx $199 sotib $150 qilib beramiz. 70, 145 qilib beraman. 100, $108 qilib beraman. 105. Taqalgani 108. Ya 105. Roziman aka. Dunyoni xohlagan nari planetalarga ham chiqarib berishaveradi. Havo tozalagichlar qimmatga olib yurganlarga jo'natib uylarda like bosib turinglar, narxini aytyapman. 70 kvadratligi $215, 40 kvadratligi $155, jetski xonalarga qo'yib qo'ysa, bitta xonani bemalol eplaydigani $80. Foydalaninglar. Akalar haqida ma'lumotlarni opsiyaga yozib qo'yapmiz. Xizmat olsa, mashattamiz.